So'nggi harbiy eskalatsiya fonida Qatar hukumati o'z hududiga qaratilgan raketa hujumlarini qattiq ravishda bartaraf etilgan deb e'lon qildi. Qatarning mudofaa, ichki ishlar va tashqi ishlar vazirliklari birgalikda o'tkazilgan matbuot brifingida mamlakat qurolli kuchlari Eron yo'nalishidan uchgan bir nechta raketalarni muvaffaqiyatli yo'q qilgani va insonlar qurbon bo'lmagani haqida rasmiy bayonot bilan chiqdi. Bugun poytaxt Dohada yashayotgan yurtdoshimiz Hamrobekning Kunuzga aytishicha, Qatarda hech qanday vahima yo'q va odamlar davlatiga ishonmoqda. Siz hozir mana Qatardasiz. Oxirgi marta siz bilan Qatarda biz ko'rishganimizda juda ham xavfsiz, tinch bir o'lka edi. Va qarangki, Qatar ham xuddi shunday bir urushning bir bo'lagiga aylanib qoldi. O'zi xohlamagan holatda, ya'ni bu davlatda AQShning harbiy bazalari joylashgan, tashqi tomondan ham xavfsizligini ta'minlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining xavfsizligi soyabonida edi. Ayni dam Qatarda, ya'ni siz poytaxt Dohada yashaysiz. U yerda vaziyat qanaqa va kecha emas, undan oldingi o'sha raketa hujumlari bo'lgan paytda u yerda qanaqa holat yuz berdi? Dohada raketa hujum boshlanishidan oldin yarim soat oldin o'zi telefonlarga harbiy mobil qurilmalarga, kofe mashinalarimizga ham o'zi iltimos uyda o'tiringlar, favqulodda holat bo'lyapti degan xabarlar keldi. Undan so'ng ovoz, ya'ni birinchi raketa ovozlari, unga qarshi kurashlar, oynalar zirillashi, bunaqa hammasi eshitilib turdi. Undan keyin kechki paytda yana 10 soat 10:30 atrofida osmonda gullash ovozlari, shu raketalar tushishi, ularga qarshi kurashlar bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bugunning o'zida ham soat 8:30 atrofida qo'shilishdan oldin yana bir raketani o'sha osmonda ko'rishimiz mumkin. Bu ham yo'q qilindi. 10 daqiqa yoki 20 daqiqa oldin telefonimizga favqulodda holat degan xabar kelganidan keyin bo'ldi. Ya'niki fuqarolar ogohlantirilyapti va o'sha raketa hujumlaridan ancha oldin sizlar ogoh bo'lib, tadorikingizni ko'rib qo'yapsiz. Xuddi shunaqa. Rasmiylar xavfsizlik tizimining samaradorligi va oldindan rejalashtirilgan mudofaa choralari evaziga Qatar katta zarar ko'rmaganini aytmoqda. Fuqarolarga esa tashqariga chiqmaslik, deraza va ochiq maydonlardan uzoqroq bo'lish kabi oddiy xavfsizlik tavsiyalari berilgan. Shuningdek, hukumat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz mish-mish va shubhali xabarlar haqida ehtiyotkor bo'lishni ham so'radi. Agar ko'chada bo'lsangiz, uyga kirishga bemalol vaqtingiz yetib boryapti. Osmonda raketaning bo'lgan zahoti shu o'zimizni uylarga kirishni harakatlar yuribmiz. Umuman olganda Qatarda havodan mudofaa tizimi juda ham yaxshi ishladi. Buni mahalliy o'sha hokimiyat organlari, hukumatdagilar ham matbuot anjumanida aytib o'tishdi. O'sha o'nlab raketalardan deyarli hammasini biz urib tushirdik. Bundan oldin bizning xuddi shunaqa prognozimiz bor edi, ya'ni Eron hujum qilishi va bunga tayyor turgandik dedi. Amaliyotda ham shunday bo'ldimi? Xuddi shunday, ya'ni yaqinda ko'rishim bo'yicha 65 ta raketalardan 64 tasi urilgan, adashmasam 66 tadan 65 tasi, 12 ta drondan 11 tasi mayda bo'laklari yerga tushgan. U Al-Udayd aviabazasidan 12 kilometr uzoqlarda o'sha raketa tushdi. Videolar tarqab ketdi. Keskinlik avj olgan paytda Qatar rasmiylari havo hududini vaqtincha yopganini bildirdi. Bu chora esa reyslar xavfsizligini ta'minlash va shubhali raketa hujumlari xavfini kamaytirish uchun amalga oshirilgan edi. Natijada Qatar Airways va boshqa aviakompaniyalarning parvozlari vaqtincha to'xtatildi. O'zbekistonga ketaman desak ham yo'llar yopiq, lekin juda qo'rqayotgan hamyurtimizni hali ko'rmadim deydi ushbu suhbatdoshimiz. Hozir Dohada to'g'risini aytsam, xavfsizlik, ya'ni yuqori, hech qanaqa qo'rqinchli vaziyat yo'q, chunki yashayotgan joyim aviabazalardan va boshqa harbiy zonalardan juda uzoqda, ya'ni orada o'ta ham masofa katta, ya'ni faqat ovoz eshitiladi, lekin undan qo'rqinchli joyi yo'q. Qatar hukumati bu hujumlarni xalqaro huquqni buzuvchi va suverenitetga tahdid sifatida qoraladi, hamda mintaqaviy tinchlikni saqlashni ustuvor maqsad deb e'lon qilgan ko'plab arab davlatlari bilan birgalikdagi bayonotga ham qo'shildi. Jumladan Qatar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Bahrayn va Iordaniya kabi davlatlar Eronning raketa va dron zarbalarini keskin qoralab, bu harakatlarni mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni buzuvchi amaliyot deb atashdi. Eron esa urush boshlanishidan avval bunday yo'l tutishi mumkinligini aytib, ogohlantirgan edi albatta. Birlashgan Arab Amirliklarining mana Dubay shahrida odamlar ko'chaga chiqmaslikka ogohlantirildi. Ya'ni ko'chaga chiqmanglar degan taqiqni qo'yishyapti. Dohada ham xuddi shunga o'xshagan qanaqadir taqiqlar bormi? Oldinroq aytib o'tganimdek, taqiq yo'q, lekin ogohlantirish bo'lyapti. Agarda zarurat holatda supermarketlarga chiqishingiz mumkin, 24 ga ishlaydi. Pul o'tkazish
ya'ni pul yutib olish, ular hammasi motorga yetdi, ya'ni hukumat tomonidan shu narsa yo'lga qo'yildi, ya'ni hech kim qo'rqib turib ovqatlarni g'amlab olishi shart emas. Ko'rishingiz mumkin, unchalik odamlarda sarosima katta emas. Qanchalik siz bu davlatga ishonasiz? Chunki siz o'sha yerda yashayapsiz oylardirki, sizni xavfsizligingizni ta'minlab berishiga qanchalik ishonasiz? Avvalambor tavakkal, xavfsizligi juda ham katta. Harbiy tomonlama kuchli degan hissiyot bor, chunki bilib turibsiz, Amerika tomonidan bazalar bor, harbiy bazalar, aviabazalar. Texnologiyaning ko'pi Amerika texnologiyalari. Xavfsizligi balandroq degan umiddaman. Ya'ni ishonasiz hukumatga? Ishonaman hukumatga. Eslatib o'tamiz. Qatar uzoq yillar davomida Yaqin Sharqda murakkab, muvozanatli siyosat olib borgan davlatlardan biridir. Mamlakat rasmiylari Eron bilan ham tarixan kontinental darajada diplomatik aloqalarni saqlab kelgan bo'lsa-da, hozirgi harbiy hujumlarni qabul qilib bo'lmaydigan harakat deb hisoblaydi va bu voqea Qatar-Eron munosabatlari nuqtai nazaridan noqulay holat deb ko'rilmoqda.